Nega biz ingliz tilini tushunsak ham ko'pincha erkin gapira olmaymiz? Ko'pchilik ingliz tilini yillar davomida o'rganadi, grammatika o'rganadi, testlar ishlaydi, videolar ko'radi, lekin shunga qaramay real suhbatga kelganda qiynaladi. Aslida bu juda ko'p odamlar duch keladigan muammo va buning bir nechta aniq sabablari bor. Birinchi sabab faqat o'rganish, lekin ishlatmaslik. Ko'pchilik tilni nazariya sifatida o'rganadi. Masalan, grammatika qoidalarini yodlaydi, mashqlar qiladi, testlardan yaxshi ball oladi. Lekin real hayotda gapirish mashqi deyarli bo'lmaydi. Til esa faqat kitob orqali emas, balki ishlatish orqali rivojlanadi. Agar siz tilni ishlatmasangiz, miyangiz uni faol ko'nikmaga aylantira olmaydi. Shuning uchun ko'p odamlar grammatikani yaxshi biladi, lekin gapirishda to'xtab qoladi. Ikkinchi sabab xato qilishdan qo'rqish. Bu juda keng tarqalgan muammo. Ko'p odamlar ingliz tilida gapirishni boshlashdan oldin shunday o'ylaydi. Agar noto'g'ri gapirib qo'ysam nima bo'ladi? Odamlar kulib yubormaydimi? Shu sababli ular gapirishdan qochadi, lekin aslida xato qilish bu o'rganishning eng muhim qismlaridan biri. Har qanday tilni o'rganayotgan odam xato qiladi. Hatto juda yaxshi gapiradigan odamlar ham ba'zan xato qilishi mumkin. Muhimi gapirishni davom ettirish va xatolardan o'rganish. Uchinchi sabab faqat passiv o'rganish. Masalan, ko'pchilik ingliz tilida videolar ko'radi, podkastlar tinglaydi yoki kitob o'qiydi. Bu juda foydali, chunki bu sizning tushunish qobiliyatingizni rivojlantiradi. Lekin faqat tinglash yoki o'qish yetarli emas. Agar siz faqat passiv o'rgansangiz, miyangiz ma'lumotni qabul qiladi, lekin uni gapirishga aylantirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun aktiv mashq ham juda muhim. Endi savol: buni qanday to'g'rilash mumkin? Birinchi maslahat: har kuni gapiring. Hatto yoningizda gaplashadigan odam bo'lmasa ham, o'zingiz bilan ingliz tilida gapiring. Masalan, kuningiz haqida gapiring. Qilayotgan ishlaringizni tasvirlab bering yoki fikrlaringizni ingliz tilida aytib ko'ring. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin juda samarali usul. Ikkinchi maslahat: oddiy gaplardan boshlang. Ko'pchilik murakkab grammatika ishlatishga harakat qiladi va shu sababli gapirish qiyinlashadi. Aslida esa oddiy gaplar bilan boshlash eng to'g'ri yo'l. Masalan, I like this, I think it's good, today I learned something new. Oddiy gaplar orqali siz asta-sekin ishonch hosil qilasiz va keyin murakkabroq gaplarga o'tishingiz ham mumkin. Uchinchi maslahat: hammaga ma'lum va mashhur shadowing. Shu usuldan foydalaning. Bu usul juda samarali. Shadowing degani siz video yoki audio tinglaysiz va gapirayotgan odamdan keyin darhol takrorlaysiz. Bu sizning talaffuzingizni, tezligingizni va gapirish ritmingizni yaxshilaydi. Agar siz buni har kuni qilsangiz, juda tez natija ko'rasiz. Agar siz har kuni atigi 10-15 daqiqa gapirish mashqi qilsangiz ham, bir necha hafta ichida sezilarli o'sishni ko'rasiz. Eng muhimi doimiylik. Har kuni ozgina mashq qilish ba'zida ko'p mashq qilib keyin to'xtab qolishdan ancha samaraliroq. Shuni unutmang, qanchalik ko'p gapirsangiz, shunchalik tez o'rganasiz. Aytgancha, oramizda ingliz tilini endi o'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa, unda sizga bir samimiy tavsiyam bor. Hozir ko'rayotgan videongiz bilimingizni boyitish uchun ajoyib bir qo'shimcha manba. Biroq qisqa vaqt ichida aniq maqsadga yetish uchun sizga albatta kuchli ustoz va tizim kerak. Xo'p, aynan Oscar o'quv markazida siz izlagan natijaga asoslangan sifatli ta'lim va tajribali ustozlar jamlangan. Qiziqgan bo'lsangiz, hoziroq videomizni tavsif qismiga o'ting. Bu yerdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z darajangizni, tilni qancha vaqt va qanday usulda o'rganishingiz bo'yicha mutaxassislarimizdan bepul batafsil ma'lumot oling. Biz sizni kutib qolamiz.